Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun bizlar Shahlo singlimiz onasiga osh zakaz qilgan Asqarjon bilan xizmatdamiz. Oybek osh markazidan bugun sizga osh mazza qilib iste'mol qilasiz. Ha. Qizingiz tomonidan sizga. Meni qizimmi? Yo'g'ay hamsiyamga. Sizga. Shahlo qizingizmi? Sizni qizingizmi? Ha? Ana shu sizga. Eminay opa. Hanım sizga hammasi. Yaratganga beadad shukr, kun fayzga to'lib yurmoqda, yuragida beminnat mehr, uyda mening onam kutmoqda, keladi yo'limga qarab, sovuq bo'lgan choyni yangrab, dasturxonga issiq non urab, uyda mening onam kutmoqda. Bog'bon mahallasi Borzon qishlog'iga kelganmiz. Rossiyadan Asadbek nevarangiz tomonidan Oybek osh markazidan osh va sharshliklar. Tanrı'ndan soğusun, bundan sonra boş boş oynab, kulüpküne şular uylantirip, kelin olup, nevere, çevere, karrı mınıpkına durumlar, ondan sonra. Tuzga tinchlik, omonlik, Asad nevaramizga sog'lik, omonlik, kishiga, umriga, rizqiga baraka, yo'li ochiq, oydin bo'lsa Allohim o'zi yetib kelishiga Allohning yo'lini ochiq qilib, oydin qo'llab qutqazsin. Alloh